Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun sizlarga o'tgan videomda lentalarni kesishni, bo'yiga kesishni ko'rsatgandim. Mana endi hozir mana shu o'tgan safar tikkanimiz qizil oq rangdan foydalanib tikkan qurog'imizni 4 ta quroqdan mana 1 2 3 4 ta quroqdan bitta gul chiqarishni ko'rsataman. Ya'ni qanday quroqlarni birlashtirishni ko'rsataman. Bizda so'rayotganlar ham bo'lyapti, quroqlarni birlashtirib ko'rsating degan. O'sha uchun quroqlarni mana birlashtirib ko'rsataman. Mana bizda quroqlarimiz, mana ikkita qurog'imizni mana birlashtirib ko'rsatganimizda, mana birlashtirib ko'rsatganimizda mana oq bilan oq to'g'ri kelyapti. Mana bu yeri ham to'g'ri kelyapti. Mana endi bu tomoni ham mana bu tomoni mana ko'ryapsizlar, mana bir kelyapti. Birday kelyapti. Mana endi bu qurog'imizni ham ko'rsataman. Mana bu ham mana birday to'g'ri kelyapti bizga. Mana endi bu taraf mana. Bu taraf ham mana birday to'g'ri kelyapti mana. Ana shunday hamma tarafi bir-biriga to'g'ri kelish kerak. Shundagina biz qurog'imizni to'g'riligiga ishonch hosil qilib birlashtiramiz. Bo'lmasa xato mana sal ozroq bunday bo'lib qolsa yoki bu tomoni sal qiyshiq bo'lib qolsa, biz u xatomizni so'tib bo'lsa ham boshqa qilib bo'lsa ham to'g'rilashimiz kerak. Qayerda xato ketgan bo'lsa. Mana hozir bizda ikkita qurog'imiz to'g'ri. Endi bularni birlashtirib boshlaymiz. Birlashtirish uchun mana biz ikkalasi to'g'ri keldimi? Shunday bir-birini ustiga yopamizda, bir-birini ustiga yopib, mana ruchkamiz bilan strelka qilib qo'yamiz, mana chizib. Mana chizib qo'yganmiz biz mana. Bu qanaqa belgi? Bu mana shunday mana bu tarafdan pastga qarab yuriladi degan maqsadda adashmaslik uchun biz shuni yopib ustiga strelka qo'yib ketaveramiz. Mana bunda ham shunday. Mana shuni ustiga tashlaymizda strelka qo'yib ketamiz. Mana shu yerdan bu tarafga qarab tikiladi degan maqsadda adashmasligimiz uchun. Mana endi hozir birlashtirib ko'rsataman. Birlashtirish uchun bizga quroqlarimizni, ikkita qurog'imizni shunday bir-birini ustiga yopib, qarang. Shunday yopib ikkovini mana bunday qilib to'g'ri qilib tikmaymiz. Ikki tomonni bir-biriga mana bu tomoni to'g'ri, bu tomonni to'g'ri qilib mana ikkovini barobar qilib tiksak, biz tikkanda mana ustidagi qurog'imiz pastga qarab siljiydi. Pastga qarab siljiydi mana qurog'imiz. O'sha uchun bizda quroqlarimiz keyin tikkandan keyin tayyor bo'lganda bunday ochsak, mana ustidagi qurog'imiz pastda bo'lib qoladi. Mana bunaqa bo'lib. Qanchadir millimetrlarga pastda bo'lib qoladi. Bu chunki ustidagi siljiydi tikilganda. Igna olib yurib ketaverganda pastga qarab siljiydi. O'sha uchun biz ustiga barobar qo'yib, mana shunday barobar qo'yib tikmaymiz. Qanday? Mana ustidagi qurog'imizni tagidagi turadi. Ustidagi qurog'imizni mana qancha mana 2-3 millimetr santimetr emas, yarim santimetr katta bo'lib ketadi. Mana 2-3 millimetr ustidagi qurog'imizni oldinroqqa chiqaramiz. Mana ustidagi qurog'imizni oldinroqqa chiqarib 2-3 millimetr ozroqgina mana hozir tikib ko'rsataman. Mana ustidagi qurog'imizni ozroqgina 3 millimetrlar tepaga chiqaramiz. Teparoqqa chiqarib qo'yamiz mana. Teparoqda qo'yamiz. Mana bunday qilib ko'rsataman hozir. Mana teparoqdagi mana ustidagi qurog'imiz mana. Mana shunday qilib teparoq qo'yamiz birinchisini. Mana 3 millimetrlar tepada bo'ladi. Bu yeri esa bir 3 millimetrlar yetmay turadi. Mana pastga mana bu pastda turibdi. Ana shunday qilib biz qurasak, shunda tikilgan paytda ikkalasi bab-baravar bo'lib chiqadi. Bo'lmasa ikkalasi baravar bo'lib chiqmaydi. Mana hozir tikamiz mana. 3 millimetrlar tepaga qo'ydik. Mana tikkanimizda hozir ko'rasizlar, mana pastiga ham ozmay yetmay turibdi. Mana shu tikkanda yetib keladi. Mana bizda yetib keldi mana. Hozir bizda pastimizga ozroq ustidagi yetmay turdi. Endi mana baravar bo'ldi. Tikilganda igna baribir ustidagi quroqimda surib olib keladi. Bular suriladi. O'shani hisobiga mana bizda pastimiz to'g'ri tushishi kerak. Agar biz pastimiz to'g'ri tushmasa, yetmay qolsa, u xato tikilgan bo'ladi. Keyin mana bu yerga ham qaraymiz mana. Mana bu yeri mana baravar bo'ldi. Mana baravar bo'lyapti bu yeri. Mana shu chiziqqa biz qaraymiz. Har doim quroqni mana bu yeriga emas, bu yeri ortiqcha bo'lsa qirqib tashlanaveradi. Mana bu yeri ortiqcha bo'lsa qirqib tashlanaveradi.
Faqat mana shu yeri to'g'ri kelish kerak. Mana bu chiziq bilan, mana bu chiziq, mana bu chiziq bilan, mana bu chiziq. O'shanda biz to'g'ri kelamiz. Mana, endi bu yerga ham qaraymiz, mana. Bizda mana bu bilan mana bu to'g'ri kelyapti. Mana oq bilan oq to'g'ri kelyapti, bu oq bilan bu oq to'g'ri kelyapti. Mana endi mana bu yerda mana bu qurog'imizda mana bunimiz mana bu quroq mana shu yerginasi bizda sal ortiqcha mana. Ikkita quroqni birlashtirgandan keyin biz qaraymiz atroflariga, qayer ortiqcha, qayerda ko'proq, qayer kamroq, ko'proq joylarni qirqib tashlaymiz. Mana endi hozir bizda o'rtani birlashtirdik, mana ikkita tomonni mana birlashtirdik. Endi bizda mana o'rta enliroq bo'lib chiqyapti. Biz yana buni ichkariroqdan yuramiz. Bu bunchalik enli bo'lib ketish kerak emas. Mana endi biz shunchaki bir tikib olamizki, negaki mana bu bir-biriga to'g'ri tushdimi? Endi to'g'ri tushgandan keyin biz yana buni bir marta ichkariroqdan yuramiz. Ham mustahkam bo'ladi, ham lentamiz o'rtadagi lentamiz enli bo'lib ketmaydi. Enli bo'lib ketsa chiroyli chiqmaydi. Mana endi bemalol zakripka berib tiksak ham bo'ladi. Boshda zakripka bermaymiz, chunki hali to'g'ri tushganmi, yo'qmi, uni aniq ishonch hosil qilgandan keyin zakripka berib yana bir marta tikamiz, mustahkamlab. Mana endi mana loyiq bo'ldi. Boya enli bo'lib osilib ketadigan bo'lar mana. Keyin mana quroqlarimizni birlashtirayotganda mana bu burchaklarini sal ichkariroqqa kirgizib tikish kerak. Chunki mana bunaqa tortganda bunaqa bo'lib cho'zilib ketaveradi. O'sha uchun bu yerlarni bu tomon o'rtaga nisbatan ozroq ikki tomonidan kirgizilib, yedirilib tikiladi. Mana hozir biz yana tepani ozroq yedirib olamiz. Ikki tomonni, bu yog'ini ham, bu tomonni ham oz-oz o'rtaga nisbatan kirgizibroq tikamiz. Chunki mana bunday qilgan payti mana bu yer torroq bo'lib turishi kerak, cho'zilib ketmasligi kerak. Mana endi ikkinchi qurog'imizni quraymiz. Mana biz ruchka bilan chizib qo'yganmiz, o'sha taraf bilan tikamiz. Buni ham ustki tarafini tepaga 3 mm chiqarib tikamiz. Mana 3 mm razmerlarida chiqardik. Mana pastiga esa 3 mm yetmay qolyapti mana. Yetmayapti ustidagi, mayli, u keyin tikkanda joyiga keladi. Faqat tepadan ozroq chiqarib, pastga ozroq yetkazmay, ustidagi quroqni, faqat ustidagini tikib boshlaymiz. Mana tagiga qaraymiz, lentalarimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Mana bizda hozir mana keldi mana. Boya ochiq turgandi-ku 3 mm. Ana shu joyiga keldi, yopildi mana qurog'imiz. Nega? Chunki bu matomda tikilganda suriladi. Boya ham aytdim, suriladi. O'shani hisobiga biz ozroq tepaga chiqarib tikamiz. 3 mm, yarim santimetr katta bo'lib ketadi. Unda keyin yana qaytadan sotib chiqishingizga to'g'ri keladi. Mana biz ochdik, mana bizda barobar tushdi. Mana bu bunga, bu bunga, mana bu eng anaqa joyi mana shu ichkari tarafi bir-biriga to'g'ri tushishi kerak. Mana birinchi qatorimiz o'shanda bo'ldi. Bu yoqdan ortiq bo'ladimi? Ortsa ham qirqib tashlayveramiz. Faqat mana shu bilan tenglashtirib tikishlaring kerak. Mana shu barobar tushishi kerak ikki tomon. Endi mana biz ko'ramiz, mana quroqlarimizni, mana bu lentamiz bir xilmi? Mana bir xil tomonlari enli bo'lib ketadi. O'shani hisobiga biz tekislab qirqib olamiz. Mana hozir qirqib ko'rsataman. Mana bu yoqlarimiz ozroq. Mana ozroq bu yoq enli bo'lib ketgan tomonlarini tekislaymiz. Ortiqcha joylarini tekislab olib tashlab. Bo'lmasa bir tomon enliroq, bir tomon ensizroq chiqib qoladi. O'shani hisobiga biz tekislaymiz. Tekislab tashlab tekis qilish kerak. Har bir quroqni qurashdan oldin hamma tomon bir xil tekis bo'lsa, o'shanda bir-biriga yaxshi joylashadi. Mana qarang, mana bu quroqimiz boya tikdik. Mana buni 2 marta hali yurmadik. Mana enroq bo'lib turibdi. Endi yana ichkariroqdan yana yuramiz ikkinchi qurog'imizni ham. Boya 2 marta yuruvdik-ku narkini ichkariroqdan. Buni ham 2 marta ichkariroqdan yuramiz. Endi bizda mana o'rta osilib bunaqa qolmaslik kerakda. Keyin mana
ortiqcha bo'larki mana bu tomonini qarang. Toza endi bu qolmaslik kerakda. Mana bu yeri katta bo'lib qolmaslik kerak. Biz qirqib tashlaymiz shu yerni agar enliroq bo'lib qolsa mana. Ozrog'ini. Bizga 1/2 santimetr qolsa bo'ldi. Bizga shart emas ko'p qolishi, chunki ko'rpachani hammasini birlashtirganda do'mpak hosil qilib bo'rtib turadi. Shuning uchun mana biz qirqib tashladik. Qirqib tashlaymiz. Buni ham qirqib tashlaymiz ortiqchasini. Bizga 1/2 santimetrlar qolsa bo'ldi. Uncha katta ko'p. Hozir u 1 santimetrdek bo'lib ketyapti. Ortiqchasini yaxshilab mustahkam qotirgandan keyin qirqib tashlaymiz. Va endi buni birlashtiramiz. Mana bizda gulni ikkitasi hosil bo'ldi. Mana endi birlashtiramiz. Buni birlashtirganda ham mana bu o'rtadagi pelus chizig'i, o'rtadagi pelusiga to'g'ri kelish kerak. Bo'lmasa xato bo'lib qoladi bizda. Mana shunday bo'lish kerak. Hozir endi bizda mana ikkita oq bir-biriga to'g'ri kelyapti. Mana bu yer bilan mana bu yer ikki tomon. Faqat mana bu oqimiz mana enliroq, mana bu tomonidan, mana bu tomonidan tikib bo'lgandan keyin qirqib tashlanadi chekalaridan. Mana hozir faqat mana shu unimiz to'g'ri kelishi kerak bir-biriga. Mana pelusi to'g'ri kelishi kerak. Mana o'shanda bizda to'g'ri hosil bo'ladi. Mana bu qurog'imizni bu tomoni ozroq enliroq ekan, o'sha uchun tikoramizda. Shunday qilib birlashtiraverasizlarda, qayer uzun, qayer kalta qirqib to'g'irlanaveradi. Mana qo'yib tashlanadi. Tekislaymiz. Mana endi bizda to'g'ri kelyapti mana qurog'imiz. Mana endi ustiga qo'yamiz. Buni ham xuddi shunday mana bu yerini tepa tarafini oz-moz millimetrlarga chiqaramiz. 3 millimetrlar chiqarib tikiladi. Bo'lmasa bu ham boyagidek bo'lib yurib unaqa pastga tushib ketadi. O'sha uchun teng bo'lish uchun ustidagi qurog'imizni 3 millimetrlar teparoqqa chiqaramiz. Mana bu tomonga chiqaramiz, teparoqqa chiqarib, mana keyin qurog'imizni birlashtiramiz. Mana barobar bo'lishi kerak. Ko'ramiz. Ehtiyotkorlik bilan ko'ramiz. Qanday bo'ldi mana bizda. Mana bizda mana qurog'imiz hosil bo'ldi. Endi ortiqcha tarafini qirqib tashlaymiz. Mana bu tomoni ozroq enliroq bo'lib qolibdi. Qaytadan yana biz yurib, enli bo'lgan joylarini yana kirib to'g'irlaymiz. Mana bu yerimiz yaxshi, bu yerimiz enliroq bo'lib qolibdi. O'shaning hisobiga biz qaytadan to'g'irlab tikamiz. Xuddi mana shunday quroqni tikayotgan payti, bir-biriga birlashtirayotgan payti yaxshilab ko'rish kerak. Qani qayerda xato bor, qayerda xato yo'q. Mana endi qaytadan tikamiz buni. Buni birlashtirish, shunchaki birlashtirib qo'yish buni oson emas bu. Buni ehtiyotkorlik bilan qarab endi bu qolmas kerak. Endi bu qandaydir osilganday qoladi. Mana shu taraf mana endi tikdik. Mana bizda yaxshi hosil bo'ldi. Endi chekkalarini, ortiqcha taraflarini qirqib tashlaymiz. Mana qirqib tashlaymiz. Mana bu tomonlar to'g'ri keldi. Mana bu yerda ozmoz ortiqcha tarafi bor ekan. O'shani biz qirqib tashlaymiz. Mana qirqib tashlab keyin buni tikib yuboramiz, qaytadan mashinaga urib yuboramiz.
tayyor bo'ldi mana. Shunday qilib birlashtiriladi. Buni ham mana orqa tarafini ortiqcha bo'ladi-ku, mana qalin bo'lib qolyapti. Biz qalin bo'lmasligi kerak deyapmiz. Qirqib tashlanar mana tagi ham. Ikki taraf hamma tomoni tikilgandan keyin uchi qalin bo'lib qolmasligi kerak. 1,5 santimetr qolsa bo'ladi. Ortiqchasini qirqib tashlaymiz. O'shanda bizda hammasini birlashtirib ko'rpachamizni yoyganda tagi bo'rtib qolmaydi-da. Bir tekisda chiqadi. Agar ko'proq bo'rtib unoqib qolsa, bizda mana felusimiz to'g'ri kelib, mana chiroyli chiqyapti bizda. Mana gulimiz tayyor bo'ldi. Xuddi shunday qilib siz ham mana har bir burchaklarini to'g'ri qilgan holda xuddi shunday gulni hosil qilishlaring mumkin. Chiroyli gul hosil bo'ladi. Mana shu guldan bizga 2,5 metrlik ko'rpachaga 6 ta gul qilamiz mana shundan. 4 ta quroqdan bo'lganda 24 ta ketadi bizga. O'tgan safari ko'p ko'rpachamizday qilinadi. Faqat bunga oq burchaklar qo'ymadik. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Savollaringiz bo'lsa bering, javob beramiz. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, tushunmagan savollar bo'lsa, mana xuddi shunday holda gullarimizni tayyorlaymiz. Hali bu gulimizni ko'rpachasini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.